Bismillahirrahmanirrahim. Bir keç gündüzki mingdan ortiq sunnat. Uyqudan uyg'ongandagi sunnatlar. Birinchi, qo'li bilan yuzini siylab uyquning ta'sirini ketkizish. Bunda qilishning mustahab ekanligiga Imom Navaviy va Ibn Hajar buni hadis naql keltirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyqudan uyg'onganda o'ltirib yuzini siylab, yuzidan uyquning ta'sirini ketkizadi. Ikkinchi, duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyqudan uyg'onganda bunday duo qiladi. Elhamdülillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Kimi hamdu sanolar bizni vafatdan qo'zg'andan keyin tirildiradigan Allohga xosdir. Hamma Alloh tarafga qaytadi. Uchinchi, misvak ishiltish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kechida uyg'onsa, og'zini misvaklaydi. Misvak qilishning hikmati. Birinchi, tishni yaxshilaydi va jalliq qiladi. Ikkinchi, og'izdagi g'ayripiroqni yo'qotadi. Hojatxonaga kirgan chiqqandagi sunnatlar. Birinchi, hojatxonaga kirganda sol futi bilan kirish, chiqqanda o'ng futi bilan chiqish. Ikkinchi, hojatxonaga kirishdan burun duo qilish. Allohumma inni a'udhu bika minal xubusi val xaba'is. Ey Alloh, sana sığınıp erkek va shaytonlarning yomonligidan panoh tilayman. Üçüncü, hojatxonadan chiqqanda duo qilish. G'ufranak, mag'firatni tilayman. Bir kishi hojatxonaga bir kecha kunduzda bir necha qatim kiradi. Hojatxonaga kirib chiqqanda doim o'sha sunnatlarni o'ziga tatbiqlasa, kirganda ikki sunnatni, chiqqanda ikki sunnatni ado qilgan bo'ladi. Tahorat ilish jarayonidagi sunnatlar. Birinchi, bismillah deyish. Ikkinchi, tahorat ilishdan burun ikki qo'lini 3 qatim yuvish. Uchinchi, yuzini yuvishdan ilgari og'iz burniga suv ilish. Dördüncü, burnunu sol kolu bilen çayqash. Hadisda mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki qo'lini 3 qatim yuvdi. Ondan og'zini g'arg'ar qildi va burnini so'yilib chayqadi. Ondan yuzini 3 qatim yuvdi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kecha kunduzgi mingdan ortiq sunnat. Uyqudan uyg'ongandagi sunnatlar. Birinchi, qo'li bilan yuzini siylab uyquning ta'sirini ketkizish. Bunda qilishning mustahab ekanligiga Imom Navaviy va Ibn Hajar buni hadis naql keltirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyqudan uyg'onganda o'ltirib yuzini siylab, yuzidan uyquning ta'sirini ketkizadi. Ikkinchi, duo qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uyqudan uyg'onganda bunday duo qiladi. Elhamdülillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Kimi hamdu sanolar bizni vafatdan qo'zg'andan keyin tirildiradigan Allohga xosdir. Hamma Alloh tarafga qaytadi. Uchinchi, misvak ishiltish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kechida uyg'onsa, og'zini misvaklaydi. Misvak qilishning hikmati. Birinchi, tishni yaxshilaydi va jalliq qiladi. Ikkinchi, og'izdagi g'ayripiroqni yo'qotadi. Hojatxonaga kirgan chiqqandagi sunnatlar. Birinchi, hojatxonaga kirganda sol futi bilan kirish, chiqqanda o'ng futi bilan chiqish. Ikkinchi, hojatxonaga kirishdan burun duo qilish. Allohumma inni a'udhu bika minal xubusi val xaba'is. Ey Alloh, sana sığınıp erkek va shaytonlarning yomonligidan panoh tilayman. Uchinchi, hojatxonadan chiqqanda duo qilish. G'ufranak, mag'firatni tilayman. Bir kishi hojatxonaga bir kecha kunduzda bir necha qatim kiradi. Hojatxonaga kirib chiqqanda doim o'sha sunnatlarni o'ziga tatbiqlasa, kirganda ikki sunnatni, chiqqanda ikki sunnatni ado qilgan bo'ladi. Tahorat ilish jarayonidagi sunnatlar. Birinchi, bismillah deyish. Ikkinchi, tahorat ilishdan burun ikki qo'lini 3 qatim yuvish. Uchinchi, yuzini yuvishdan ilgari og'iz burniga suv ilish. Dördüncü, burnunu sol qo'li bilan chayqash. Hadisda mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki qo'lini 3 qatim yuvdi. Ondan og'zini g'arg'ar qildi va burnini so'yilib chayqadi. Ondan yuzini 3 qatim yuvdi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 5. Ro'za tutqichidan boshqa kishilar og'zini g'arg'ar qilganda va burnini suv olganda chekiga yetkizish. Hadisda mundaq kelgan. Agar ro'zador bo'lmasang, og'iz burningga to'liq suv elib, obdan chayqagan. Og'izga suv elishda chekiga yetkizish deganimiz og'izning hamma yerida suvni aralashtirishdir. Burniga suv elishda chekiga yetkizish deganimiz suvni burnining eng yuqori chekiga yetkazishdir. 6. Og'iz burniga suv elishda ikkisining o'rtasini ayirib etmasdan bir uchun suvda elish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam
Suğu qo'lini soldi va og'iz burnini bir uchun suv bilan 3 qatimdan chayqadi. 7. Og'iz chayqaganda misvak ishiltish. Hadisda mundaq kelgan: "Ummatimga qiyinchilik bo'lib qolishdan ansirmagan bo'lsam, ularni har tahoratda misvak ishiltishga buyurgan bo'lardim." Buxoriy va Muslim to'plagan. 8. Saqili quyuq bo'lsa, yuzini yuvganda aralash. Hadisda mundaq kelgan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahorat olganda saqilini aralaydi. 9. Boshqa masih qilish. Boshqa masih qilishning shakli: beshining oldi tarafidan boshlab gardinning oxirigacha yetkazish. Ondan oldi tarafga yana bir qitim qaytadan, ammo vojib bo'lgan masih qilish bo'lsa, qaysi shaklda bo'lmasin beshining hamma yeriga masih qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam beshiga masih qilganda qo'lini beshining oldi tarafidan boshlab gardiniga surtib, ondan gardinidan beshining oldi tarafigacha yondirib keldi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 10. Qo'l put barmoqlarini orasini aralash. Hadisda mundaq kelgan: tahoratni kamil olgin, barmoqlarning orasini aralagin. 11. O'ng tarafdan boshlash. Ya'ni ikki puti va ikki qo'lini yuvganda avval o'ngdan boshlash. Hadisda mundaq kelgan: oyoq kiyish va tahorat ilishda o'ngdan boshlash Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xursand qiladi. 13. Yuz, ikki qo'l, ikki bilak va ikki putni yuvganda birdan oshirib 3 qatim yuvish. 13. Tahorat ilib bo'lgandan keyin ikki shahodat kalimasini deyish. Ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. U yakkaganidir. Uning sheriki yo'qdir. Yana guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam u zotning bandasi va elchisidir deyish. Uning foydasi, uni degan kishiga jannatning 8 darvozasining hammasi ochiladi. Bu kishi qaysi eshikdan kirishni xolasa, shuningdan kiradi. Muslim to'plagan. 14. Tahoratni uyida elish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki uyida tahorat elib, masjidga farz namozlarni o'qib borsa, uning bosgan qadamlarining biri xatolikni o'chirsa, yana biri uning darajasini ko'taradi. Muslim to'plagan. 15. Silash, ya'ni a'zolarni qo'li bilan silab yuvish. 16. Suvni tejab ishitish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir mut suv bilan tahorat oladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 17. To'rt a'zoni 2 put va 2 qo'lni farz bo'lgan o'rindan o'tkazib yuvish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu tahorat edib, qo'llarini jaynikidan o'tkazib yuvdi. Ondan putlarini pokiza qadar yuvib bo'lib, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushundaq tahorat olganligini ko'rgan dedi. 18. Tahorat olgandan keyin 2 rakat namoz o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki menga o'xshash tahorat elib, ko'ngliga bir narsani keltirmay 2 rakat namoz o'qiydi ekan, uning ilgariki gunohlari kechirim qilinadi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan naql qilingan yana bir hadisda uningga jannat vojib bo'ldi deyilgan. Muslim to'plagan. 19. Tahoratni kamil elish. Yuyiladigan har bir a'zoni to'liq, mukammal va tafsiliy yuvish demakdir. Musulmon kishi bir kecha kunduzda bir qancha qatim tahorat oladi. Ba'zilar 5 qatim tahorat olsa, yana ba'zilar tashkah namozi, kechilik qiyam va istixor namozi uchun uningdan ko'proq tahorat oladi. Agar shularning hammasi tahorat elish sunnatlarini tatbiq va takrorlasa, u katta ajrni qo'lga keltiradi. Tahorat olganda yuqorqi sunnatlarni tatbiqlashning foydasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tavandagi hadisi bizga u foydalarni bayon qilib beradi. Kimki tahoratni kamil olsa, uning xatoliklari butun badanidan, hatto tirnoqlarining ostidan chiqib ketadi. Misvaq qilish. Musulmon kishining bir kecha kunduzda misvaq ishlatadigan bir qancha vaqti bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: agar ummatimga qiyinchilik bo'lib qolishdan ansirmagan bo'lsam, ularni har namozda misvaq ishlatishga buyurdim. Buxoriy va Muslim to'plagan. Musulmon kishining bir kecha kunduzda 20 qatimdan ortiq misvaq ishlatadigan vaqti bo'lib, 5 vaqt namozda, ta'riflangan sunnatlarda, tashkah namozida, vitr namozida va uyga kirganda misvaq ishlatadi. Sahih Muslimda Aisha radhiyallohu anhadan naql qilinganidek, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda tunji qiladigan ishi misvaq qilish edi. Sunnatga uyg'unlash uchun Aisha radhiyallohu anhaning uyga kirganda tunji qiladigan ishi misvaq ishlatish edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiganda, ig'iz burqi o'zgarib qolganda, uyqudan uyg'onganda va tahorat olganda misvaq ishlatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: misvaq ig'izni boshlaydi, Allohni rozi qiladi. Ahmad va Nasoiy to'plagan. Albani va Shuayb Arnaut sahih degan. Bu sunnatni tatbiqlashning foydalari. Birinchi,
Allah subhanahu wa ta'ala şu bendinden razı buludu. İkinci, yığını saklaydı. Ayak kiyiştiki sünnetler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Sizlarning biringlar oyoq kiyganda avval o'ng putuq kiysin, salganda sol putukni avval solsin. Oyoq kiysa ikkili putuq kiysin. Bo'lmasa bir pay oyoq bilan yurgandan ko'ra ikkili putuq oyoq kiymay yalong oyoq yursin. Bu sünnet musulmonlarning kecha kunduzlik faoliyatlarida ko'p takrorlanadi. Masalan, uy, masjid va munchiga, hojatxonaga kirib chiqish hamda sirtlarda xizmatga berib kelish jarayonida oyoqni kiyib silish ko'p takrorlanadi. Musulmon kishi oyoqni kiyib silishda sunnatni ado qilishni niyat qilsa, katta yaxshilikka erishadi. Uning jim turishi yoki ish harakatining hammasi sunnatning ustida bo'lgan bo'ladi. Kiyim kiyishdagi sunnatlar. Ko'plagan kishilar yuyinish, uxlash yoki boshqa ishlar uchun bir kecha kunduzda bir qancha qism kiyim kiyish va silishga ehtiyojli bo'ladi. Birinchi, kiyim kiyish va silishning sunnatlari. Kiyim kiyganda yoki solganda bismillah deyish. Imom Navaviy mundaq degan: hamma ishlarda bismillah deyish mustahabdir. İkinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birer kiyim köynek, ton yoki salla kiyganda Allahumma lekel hamdu ente kesveyteni es'aluke min hayrihi ve hayri ma suni'a leh ve a'udhu bike min şerrihi ve şerri ma suni'a leh. Ey Allah, sana çeksiz hamdü sanalar bolsun ki bu kiyimni bana sen giydirdin. Senden onun yaxşılıqını ve onu yaxşı işlerge işletişini tileymen. Sana sığınıp onun yamanlıqıdan ve onu yaman işlerge işletişini panah tileymen dep dua qılatdı. Üçüncü, kiyimini o'ng tarafdan başlap kiyish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: kiyim kiyganda o'ng tarafdan başlap kiyinglar. Dördüncü, ishdan va shunga o'xshash har qanday kiyimni sol tarafdan başlap selish. Uyga kirib chiqishdagi sunnatlar. İmam Navaviy rahimahulloh mundaq degan: bismillah deyish, Allohni ko'p zikr qilish va salom qilish mustahabdir. Birinchi, uyga kirganda Allohni zikr qilish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu vaqtda mundaq degan: agar bir kishi uyga kirganda va tamoq yeganda bismillah desa, shayton amrohlariga sizlarga bu yerda qonalg'i joymi, kechki tamoqmi yo'q bo'ldi deydi. Muslim to'plagan. Ikkinchi, uyga kirganda duo qilish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyga kirganda Allahumma inni as'aluka khayral mawlidi ve khayral makhraji bismillahi walajna ve bismillahi kharajna ve alallahi rabbina tevekkelna. Ey Allah, kirdigan o'rinning yaxshiligini va chiqadigan o'rinning yaxshiligini tilayman. Allohning ismi bilan kirdik, Allohning ismi bilan chiqamiz. Ey Rabbimiz, Allah, sana tevekkül qildik deydi. Ondan oilasilarga salom berdi. Abu Davud to'plagan Albani sahih degan. Musulmon kishi uyga kirganda va chiqqanda Allohga tevekkül qilishni his qiladi da doim Allohga bog'lanib turadi. Uchinchi, misvak ishiltish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin uyga kirganki so'nggi ishi misvak ishiltish edi. Dördüncü, salam qilish. Alloh taolo mundaq deydi: "Fa-iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba." Sizlar uylarga kirgan chog'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilgan muborak pak salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Agar biz bir musulmon kishining masjidda farz namozini ado qilib bo'lgandan keyin uyga kirishni farz qilib qo'ysak, albatta u bir kecha kunduzgi uyga kirishida yuqori sifatlarni jami 20 qatam ado qilgan bo'ladi. Kimki uydan chiqqanda bismillahi tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning ismi bilan chiqaman. Allohga tavakkul qildim. Kuch-quvvat faqat Allohga xosdir desa, u kishiga kifoya qilinding, yomonlikdan saqlanding, hidoyat qilinding va sendan shayton yiroq bo'ldi deyiladi. Tirmiziy va Abu Davud to'plagan. Albani sahih degan. Musulmon kishi bir kecha kunduzda uydan bir qism chiqadi. Masalan, masjidda namoz o'qish, xizmat qilish va uy ishlarini bajarish haqida. Uydan chiqqanda bu sunnatlarni tatbiq qilsa, katta yaxshilik va buyuk ajrga erishadi. Uydan chiqqanda bu sunnatlarni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, bu sunnatlar bandaning dunyo va oxirat qadamlariga kifoya qiladi. Ikkinchi, jin bo'lsin yoki inson bo'lsin, butkul yomonlik va barliq o'zgaradigan ishlardan saqlana oladi. Uchinchi, banda hidoyatga erishadi. Hidoyat azg'unlikning qarshisi bo'lib, Alloh taolo bu orqali dunyo va oxirat ishlaringizning hammasida sizni to'g'rilikka yetaklaydi. Masjidga berish jarayonidagi sunnatlar. Birinchi, masjidga burun berish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan:
Agar kishilar azonning va avvalgi safda namoz o'qishning savobini bilsa edi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, uni qo'lga keltirish uchun albatta chek tashlashgan bo'ladi. Agar ular namozga oldirishning savobini bilsa edi, namozga cho'qim bo'ldir keladi. Agar ular Sen ve bomdat namazın cemaatinden okumanın sahabını bilseydi, ular ömülep bolsumu kelgen bulattı. Buhari ve Müslim toplagan. İkinci, mescid-ki manganda okuladigan dua. Allahümme ce'al fi kalbi nura ve fi lisani nura ve ce'al fi sem'i nura ve ce'al fi basari nura ve ce'al min khalfi nura ve min amami nura ve ce'al min fevqi nura ve min tahti nura. Allahümme a'tini nura. Ey Allah, kalbimde nurunu kılgın, kılımda nurunu kılgın, kulukumda nurunu kılgın, gözümde nurunu kılgın, arkamda nurunu kılgın, aldımda nurunu kılgın, üstümde nurunu kılgın, astımda nurunu kılgın. Ey Allah, bana nur ata kılgın. Müslim toplagan. Üçüncü, eğirbetlik ve temkinlik bilememiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degen. Sizler tekbirini anlasanlar, namazga eğirbetlik ve temkinlik bilememenler. Eğirbetliklik, hareketlerde salmak buluş, bihude işlerden saklanış demektir. Temkinlik, tezki qaraş, avazını töven qilish, uyak buyak qarmaslik demektir. Dördüncü, mescidki piyade menet beriş. Fiqh alimlar mescidki köp qadam elip berishning fazilatini bildiradigan shar'iy dalillarga asoslanib, mescidki qadamlarni kichik elip aldırmay menesning sunnat ekanligini ochiq bayon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Men sizlarga bir ishni ko'rsatib qo'yaymi?" Allah Taala onu qilg'uvchilarning xatoliklarini o'chirib, darajasini yuqori ko'tardi dedi. Sahabeler "Buludu ey Rasulullah" deganda, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu ishlarning qatorida masjidga ko'p qadam elib berishni tilga oldi. 5. Masjidga kirganda Allohumma iftahli abwab rahmatik. Ey Allah, bana rahmetingning darvozasini ochib bergin degan duoni o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Masjidga kirganda Allohning Rasuli salom yo'llanglar. Ya'ni bismillahi va salatu va salam ala rasulillah ne o'qinglar. Ve Allahümme iftahli abwab rahmetik. Ey Allah, bana rahmetinning darvozasini ochib bergin danglar. Nasai, Ibn Majah, Ibn Huzayma, Ibn Ibban toplagan. Albani sahih degan. 6. Masjidga kirganda o'ng puti bilan kirish. Anas radhiyallohu anhu bunday degan: Sening masjidga kirganda o'ng puti bilan kirishing, chiqqanda so'l puti bilan chiqishing sunnatning jumlasidandir. 7. Avvalgi safga oldirish. Agar kishilar azonning va avvalgi safda namoz o'qishning savobini bilsaydi, uningga erishish uchun chek tashlashga to'g'ri kelgandimi, albatta chek tashlashgan bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 8. Masjiddan chiqqanda duo o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biringlar masjiddan chiqqanda Allohumma inni as'aluka min fazlik. Ey Allah, fazl rahmatingdan so'rayman desin degan. 9. Masjiddan so'l puti bilan chiqish. Anas radhiyallohu anhuning bu vaqt so'zi yuqorida bayon qilindi. 10. Tahiyyatul masjid namozi o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Sizlarning qaysi biringlar masjidga kirsa 2 rakat namoz o'qimasdan o'ltirmasin. Buxoriy va Muslim to'plagan. Imom Shafiy bunday degan: Tahiyyatul masjid namozi o'qish namoz o'qish cheklangan vaqtlardan durustdir. Hafiz ibn Hajar bunday degan: Fatvo berguvchi olimlar tahiyyatul masjid namozining sunnat ekanligiga birlikka kelgan. Müslüman kishi 5 vaqt namoz o'qish uchun masjidga berib, har vaqt namozda yuqori sunnatlarni tatbiqlashga yetgan bo'lsa, demak, bir kunda yuqori sunnatlarni jami 50 qatim ado qilgan bo'ladi. Azonning sunnatlari. Xuddi Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad nomli kitobida bayon qilgandek, azonning sunnatlari 5 tur. Birinchi, azonni anglovchi xuddi muazzin deganga o'xshash deyishi, lekin hayya alas sola, hayya alal falah deganda la havla va la quwwata illa billah deyish kerak. Bu sünnetni tatbiqlashning foydasi. Sahih Muslimdagi hadisda bayon qilingandek, bu sunnat sizga jannatni vojib qiladi. 2. Azonni anglovchi bunday deydi: Va ana ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Raditu billahi rabba va bi Muhammadin rasula va bil islam dina. Va haq beramanki, Allohdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. Uning sheriki yo'qdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi va elchisidir. Allohning Rabbim ekanligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning payg'ambari ekanligiga, islomning dini ekanligiga rozi bo'ldim. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi. Hadis kelgandek, u kishining gunohlari mag'firat qilinadi. 3.
Muazzinga ijobat qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud yo'llash. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yo'llangan eng mukammal durud as-salatul ibrohimiyya bo'lib, uningdan mukammal durud yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buning so'zi buningga dalildir. Azanni anglagan chog'inglarda muazzin nima desa shuni danglar. Ondan menga durud aytinglar. Kimki menga bir durud aytsa, shu sababli Alloh taolo uningga 10 rahmat ato qiladi. Muslim to'plagan. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi Alloh taolo bandalarga 10 qatim rahmat yo'llaydi. Alloh taoloning bandasiga rahmat yo'llashi Alloh taoloning u kishini farishtalar ichida maqtashidir. As-salatul ibrohimiyya degan Allahumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ey Allah, İbrahim aleyhisselamga ve onun ayet avabatlarına rahmet kılgandek, Muhammed aleyhisselamga ve onun ayet avabatlarına rahmet kılgan. Sen hakikaten mahtaçqa layık ve uluğ mertebelik zatırsan. Ey Allah, İbrahim aleyhisselamga ve onun ayet avabatlarına bereket takılganındek, Muhammed aleyhisselamga ve onun ayet avabatlarına bereket takılgan. Sen hakikaten mahtaçqa layık ve uluğ mertebelik zatırsan. Bukhari toplagan. 4. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e duruk yollab bolgandan keyin Allahumma rabbi hazihi tamme ve salatul qaime ati Muhammedin vesilete vel fadile ve ba'athu maqamen mahmuden lezi va'atte. Bu uluq çağırışının ve azık namazının Rabbi Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yaqinlik ve fazilet ada qilgan. Uni o'zing va'd qilgan maqami mahmud, ya'ni qiyomat kunidagi shafaat martabasiga erishtirgan deyish. Bu duanı oqishning foydasi. Kimki bu duanı o'qisa, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shafaatiga erishadi. 5. Bundan keyin Allohning fazl marhamatini so'rab, o'zi uchun duo qilsa, duosi ijobat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sen muazzin deganga o'xshash degan. Azan tutgandan keyin Allohdan nimani so'rasang shuni beradi." Demak, musulmon kishi azan anglaganda tadbiqlashga erishman bo'lishga tegishli, ya'ni 25 sunnat bor. Takbir tushirishlik sunnatlar. İlmi tadqiqot va fatvo berish doimiy komitetining fatvosi asosan namozga takbir aytilgandimi yuqorida bayon qilgan sunnatlarning avvalgi 4 amal qilinadi. Har bir namoz uchun takbir aytilganda yuqori sunnatlarga amal qilinsa, 5 vaqt namozda jami 20 sunnatni ado qilgan bo'ladi. Allohning buyruqini to'liq ijro qilish orqali savobga erishish uchun azon va takbirda tövendeki ishlarga rioya qilish mustahab bo'ladi. 1. Azon va takbir o'qiganda qiblaga yuz keltirish. 2. O'r turgan holatda o'qish. 3. Azonni tahorat bilan o'qish sunnatdir. Ammo takbir tushirganda tahoratning bo'lishi shartdir. Shundaqmi tahoratim bor deb gumon qilib, takbir tushirgan bo'lsa durust bo'ladi. 4. Azon bilan takbir aloqada, bo'libmi takbir bilan namozning aloqada so'zlamaslik. 5. Takbir aytayotganda muqim bir joyda turish. 6. Azon aytganda har bir bilakka Alloh degan lafzning alif bilan harfini ochiq aytish. Takbir aytganda har bir bilakni tez va arqmariq o'qish. 7. Azan aytganda ikki barmoqni ikki qo'lqining ichiga tiqish. 8. Azan aytganda takbir tushirganga qaraganda ovozni sal suzish va ko'tarish. 9. Hadislarda azan bilan takbir aralığındaki muddat haqida 2 rakat namoz o'qigudek yoki sajda qilgudek vaqt va yoki tasbih aytish yoki o'ltirish yoki so'zlash yetarlik deb turilgan. Sha'an namozda azan bilan takbir aralığındaki muddatga bir ting'udek vaqt kifoya qiladi deb turilgan. 10. Hadislarda kelganidek bomdod namozining azani bilan takbir aralığında so'zlash makruhdir. Ba'zi fiqh olimlar ularning orasini bir qadam erish bilan ayirish kifoya qiladi degan. Bu vaqtda yo'l keng bo'lganligi uchun qaysi xil yo'l orqali ayirsa durustdir. 11. Mayli ma'lum bir ishni e'lon qilish azan bo'lsin yoki namozning azani bo'lsin, azan anglag'uchi azan avzlarini shunga o'xshab takrorlaydi. Takbir tushirganda ham shundoq. Lekin takbir tushirgandagi qad qomati solani anglaganda la havla va la quvvata illa billah deydi. Namoz o'qiganda oldi ustir qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar sizga qarab namoz o'qimoqchi bo'lsa, uningga yaqin tursin. Sizlar bilan o'zining ortida bir odamning ichiga yo'l qo'ymasin. Biror odamning ichiga yo'l qo'ymasin. Mayli masjidda yoki uyda bo'lsin, mayli er yoki ayolning namozi bo'lsin, namoz o'qiganda ustir qilib o'qishi sunnat bo'lib, ba'zi musulmonlar bu sunnatdan o'zini mahrum qilib qo'ydi.
Biz sutur qilmay namoz o'qiganlarni ko'p uchratamiz. Agar musulmon kishi bu sunnatni ravotib sunnatlar, shashka, tahiyyatul masjid va vitr namozlarida ato qilsa, demak bir kecha kunduzda bir qancha qatim takrorlaydi. Shundaqla ayol kishimi ham uyida yolg'iz namoz o'qiganda va farz namozda takrorlaydi. Ammo jamoat namozida imom jamoatga nisbatan sutur bo'ladi. Sutur qilish to'g'risidagi masalalar. Namoz o'qishning qibla tarafga tiklangan tom, tuyruk va osiga o'xshash har qanday narsa bilan sutur hosil bo'ladi. Suturning kengligi haqida o'lcham yoki belgilama yo'q. Ammo suturning egizligi egarning tutqusidan egiz, ya'ni taxminan 1 g'ishdan egiz bo'lsa bo'ladi. 2 futi bilan suturning orlig'i taxminan 3 gaz bo'ladi. Ya'ni sutura u kishi sajda qilish imkoniyati bo'lg'idek yiroqlikda bo'ladi. Bir kishi jamoat bilan namoz o'qigan bo'lsin yoki yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin, farz namoz o'qigan bo'lsin yoki sunnat namoz o'qigan bo'lsin, oldiga sutura qo'yiladi. Imomning suturasi jamoatga sutura bo'ladi. Shunga jamoat bo'lib o'qigan namozda bir kishining biror hojat sababidan jamoatning oldidan o'tishi durust. Bu sunnatni tatbiqlashning foydalari. Birinchi, namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tkichi namozning savobini kamaytiradigan biri bo'lsin yoki namozni buzadigan biri bo'lsin, sutura namozning buzilishidan saqlaydi. Ayol kishi, eshak yoki qora it qatorliqlar namozni o'qishning oldidan o'tishi bilan namoz buziladi. Ikkinchi, sutura namozxonni boshqalarga va oldidan o'tib ketishlarga qarashdan to'sadi. Chunki sutura egisi ko'pincha ahvolda suturaning ostiga qaraydi-da, uning asyari namoz ichida bo'ladi. Uchinchi, namoz o'quvchi boshqalarning o'tish uchun sutur qo'yib, suturning keynidan o'rin qo'yib qo'yganlikdan o'tilgan kishimi uning oldidan o'tishga majbur bo'lmaydi. Bir kecha kunduzda ado qilingan nafl namozlar. Birinchi, ravotib sunnatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Her qanday bir musulmon banda her kuni Alloh taolo uchun farz namozdan boshqa 12 rakat nafl sunnat namoz o'qisa, Alloh jannatda uning uchun bir uy silib beradi. Yoki jannatda uning uchun bir uy bino qilinadi. Ravotib sunnatlar. Peshindan ilgari 4 rakat, peshindan keyingi 2 rakat, shomdan keyingi 2 rakat, xuftandan keyingi 2 rakat, bomdoddan ilgari 2 rakat. Qadrli qarindishim, jannatda bir uyingiz bo'lishi qiziqsangiz, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu nasihatiga mahkam yopishing va farz namozlardan sirt 12 rakat namoz o'qishga ahamiyat bering. Shashka namozi. Shashka namozi 360 sadiqaga barobardir. Chunki inson jismida 360 parcha so'mak bor bo'lib, badandagi bu ne'matning shukronasini ado qilaman desa, bir kunda har bir parcha so'mak uchun birdan sadiqa qilish lozim bo'ladi. Uning hammasiga 2 rakat shashka namozi kifoya qiladi. Shashka namozi o'qishning foydalari. Abu Zar radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Her saharda bir bo'g'monlarga qarata ado qilishga sadiqa bordir. Her bir tasbih subhanalloh sadiqa, yaxshilikqa buyurish sadiqa, yomonlikdan to'shishma sadiqadir. Shashka vaqtida 2 rakat namoz o'qish huquqlarining hammasi kifoya qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bunday naql qilinadi: Do'stim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga har oyda 3 kun ro'za tutish, har kuni 2 rakat shashka namoz o'qish va uxlashdan ilgari vitr namoz o'qishdan iborat 3 ishni vasiyat qildi. Shashka namozining vaqti quyosh ko'tarilib 15 minutdan keyin boshlanib, toki peshin namoziga 15 minut qolg'ich bo'lgan vaqt ichida bo'ladi. Shashka namozining eng afzal vaqti quyosh nihoyat qizdigan vaqtdir. Shashka namozining rakat soni eng az bo'lganda 2 rakat, ko'p bo'lganda 8 rakat. Yani bazı olimlar yo'qolsa chek yo'q degan. Ikkinchi, asr namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Asr namozining farzdan ilgari 4 rakat namoz o'qigan kishiga Alloh rahmat qilsin. Abu Davud va Nasoiy to'plagan. Uchinchi, sham namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sham namozining farzdan ilgari namoz o'qinglar deb 3-chi qatimda xohlagan kishi o'qisin degan. Buxoriy to'plagan. 4-chi, xuftan namozining sunnati. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har ikki azonning, ya'ni azon bilan takbirning orasida namoz bor. Har ikki azonning orasida namoz bor. Har ikki azonning orasida namoz bor deb 3-chi qatimda xohlagan kishi o'qisin dedi. Buxoriy va Muslim to'plagan. İmam Navaviy rahimahulloh yuqorida aytilgan ikki azon bo'lsa, azon bilan takbirni ko'rsatadi degan. Kechida qiyam turishning sunnatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Ramazon ro'zasidan qolsa eng afzal ro'za Muharram oyining ro'zasidir. Farz namozdan qolsa eng afzal namoz kechilik namozdir. Muslim to'plagan. Birinchi, kechilik namozning eng afzali qiyamda uzun turib o'qilgan 11 rakat yoki 10 rakat namozdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechilik namozi 11 rakat edi. Yana bir naqlida kechida 10 rakat namoz o'qiydi deyilgan. Buxoriy to'plagan.
İkinci, kechilik namazga turganda misvak ishiltish va Ali Imron surasining oxirgi oyatlarini o'qish. Ya'ni inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning yaratılishida, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillari uchun albatta ro'shan dalillar bor. degan oyatdan boshlab toki sura Ali Imron tugaguncha o'qish. 3. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan duolar bilan duo qilish. Allohumma lakal hamdu anta qayyimus samawati val ardi va man fihinna va lakal hamdu anta nurus samawati val ardi va man fihinna va lakal hamdu anta mulkus samawati val ardi va lakal hamdu antal haqq ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون الحق. Ey Allah, cimi hamdu sanalar sana xasdır. Sen bolsan asman, zemin ve o ikkisideki barliq mahlukatlarni idare qiluvchi zatsan. Ey Allah, cimi hamdu sana xasdır. Sen bolsan asman, zemin ve o ikkisideki barliq mahlukatlarning nuridirsan. Ey Allah, cimi hamdu sanalar sana xasdır. Sen bolsan asman ve zeminin padişahıdırsan. Ey Allah, cimi hamdu sanalar sana xasdır. Sen haqiqat haqdırsan, va'dan haqdır, qiyameti sana uçuruşuş haqdır, sözün haqdır, cennet haqdır, dozaq haqdır ve barliq peygamberlerin haqdır. Buxoriy ve Müslim to'plagan. 4. Namozni oxirgacha ruxsa o'qish uchun kechilik namozni yengil 2 rakat bilan boshlash ham sunnatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundoq degan: Sizlarning biringlar kechida namoz o'qish uchun tursa, 2 rakat yengil namoz bilan boshlasin. Müslim to'plagan. 5. Kechilik namozni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilgan duo bilan boshlash. Allahumma rabbi Jibril va Mikail va Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ey Allah, ey Jibril, Mikail ve İsrafil'nin Rabbi, asman zamanlarını yarattıkça, yoşurun ve aşkarını bilip durguç Allah. Sen bendilerinin arsada ular ıhtilaf koşkan nerseler üstüde hüküm kıtvarsan. Ey Allah, öz iradan boyunca men ular ixtilof qo'ygan narsada haqqa hidoyat qilgin. Sen xohlagan kishini to'g'ri yo'lga yetaklaysan. Muslim to'plagan. 6. Kechilik namozni uzun o'qish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qaysi namoz eng afzal deb so'ralgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomi uzun bo'lgan, yurib turib uzun qiroat qilingan namoz deb javob berdi. Muslim to'plagan. 7. Azob oyatini o'qiganda Allohning azobidan panoh tilash. Yani a'udhu billahi min azabillah. Allah'a sığınıp Allah'ın azabından panoh tilayman degan duoni o'qish. Rahmet oyatini o'qiganda Allohning rahmatini so'rab, Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah, fazl rahmatingdan so'rayman degan duoni o'qish. Allohni paklash oyatlari o'qilganda Allohga tasbih aytish. Vitr namozining sunnatlari. 1. 3 rakat vitr namozi o'qigan kishining 1. rakatda sura Fatihadan keyin sura A'loni, 2. rakatda sura Kafirunni, 3. rakatda sura Ixlosni o'qishi sunnatdir. Abu Davud, Tirmizi va Ibn Majah to'plagan. 2. Vitr namozidan salom berganda Subhanal Malikul Quddus ne 3 qatim deyish. Tarixni naql qilgan hadisda 3. qatimda Rabbul Malaikati va Ruh ne ullik deb ovozini so'zlaganligi aytilgan bo'lib, bu hadisni Arnaut sahih degan. Buningdan boshqa Abu Davud va Nasa'iy mushning o'xshash hadisni naql qilgan. Bomdod namozining sunnatlari. Bomdod namozining o'ziga xos sunnatlari bor. 1. Yengil o'qish. Aisha radhiyallohu anha mundoq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bomdod namozining azam takbirining alliqida yengil 2 rakat namoz o'qiydi. Buxoriy va Muslim to'plagan. 2. Bomdodning 2 rakat sunnatida o'qiladigan suralar. Bir naqlda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bomdodning sunnatining oldingi rakatida sura Baqaraning "Qulu amanna billahi va ma unzila ilayna" aytinglarki, Allohga va bizga nozil qilingan vahiyga iymon keltirdik degan oyatni o'qiydi deyilgan. Yani bir naqlida oldingisida sura Ali Imronning "Amanna billahi va shahad bi anna muslimun" Allohga iymon etdik, guvoh bo'lganki biz payg'ambarlikka bo'ysunuvchilarmiz degan oyatni o'qiydi. Keyingi rakatida sura Ali Imronning "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum" ey ahli kitob, hammamizga o'rtoq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan oyatni o'qiydi deyilgan. Muslim to'plagan.
Müslim nakil qilgan yana bir hadisda birinchi rakatda sura Kafirunni, ikkinchi rakatda sura Ixlosni o'qiganligi bayon qilingan. Ikkinchi, yenichi yetish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodning ikki rakat sunnatini o'qib bo'lgandan keyin o'ng yenni besib yotadi. Siz uyingizda bomdodning ikki rakat sunnatini o'qigandan keyin bir qancha minut bo'lsa-mu o'ng yeningizni besib tirishib bir sunnatga amal qiling. Bomdod namozidan keyin o'tirish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'lgandan keyin shu joyda toki kun chiqquncha o'tiradi. Muslim to'plagan. Namoz kalimalaridagi sunnatlar. Birinchi, boshlash duosi. Boshlash duosi namozni boshlash takbirdan keyin o'qiladi. Subhanaka Allohumma va bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Ey Allah, sana emriyiş bilen seni paklep etikad kılıman. İsmin mübarektir, ululuğun emridin büyüktür. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Yani bir dua olsa, Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya ve kema ba'adte beynel meşriqi vel maghrib. Allahümme naqqini min hatayay kema yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahümme gsilni min hatayay bis silci vel ma'i vel berad. Namaz başlash haqqida kelgan bu dualarning birini tanlab o'qishimiz bo'ladi. Ikkinchi, qiroatdan ilgari panohlik so'rash, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish. Uchinchi, Allohning ismi bilan boshlash, ya'ni bismillahirrohmanirrohim deyish. To'rtinchi, sura Fatihadan keyin amin deyish. Beshinchi, yolg'iz namoz o'quvchi bomdod, juma, shom, 4 rakatlik namozlar va boshqa nafil namozlarning avvalgi ishtirokida sura Fatihadan keyin bir surani qo'shib o'qiydi. Ammo imomga iqtido qilgan jamoat maxfiy qiroat qilgan namozlarda sura qo'shib o'qiydi. Oshkora qiroat qilgan namozlarda o'qimaydi. 6. Rukudan turganda Rabbana va lakal hamd, ey Rabbimiz, jami hamdu sana faqat sana xosdir deyish. Yoki Rabbana lakal hamdu mil'us samawati vel ard ve mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ahlas sana'i vel majd ahaqqu ma qala al 'abd ve kulluna lakal 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya lima mana'ta ve la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Ey Rabbimiz, sana asman zimini to'ldirib o'tdik. Ondan boshqa yana sen xohlagan har qanday narsani to'ldirib o'tganlar bo'lsin. Sen cimi hamdu sanalarning va ulug'liqning egisisan. Hammamiz sening bandangdirmiz. Bandining deyish loyiq bo'lgan so'z, ey Alloh, sen bergan narsaga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Sen bermagan narsani hech kim bera olmaydi. Sening oldingda boylarning boyligi asqatmaydi deyish. Muslim to'plagan. 7. Ruku va sajdaning tasbihlarini bir qatimdan ortiq deyish. 8. Ikki sajdaning orqasida Rabbighfirli degan kalimani bir qatimdan ortiq deyish. 9. Oxirgi tashahhuddan keyin bu duoni o'qish. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam va min azabil qabr va min fitnatil mahya vel mamat va min fitnatil masihid dajjal. Ey Allah, sana sığınıp dozaq azabidan, qabr azabidan, hayat mamatning fitnasidan va kazzab dajjalning fitnasidan panoh tilayman. Namaz o'quvchining sajdada tasbihlarla cheklanib qolmay, xohlagan duoni qilishi mustahab. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bendining o'z Rabbiga eng yaqin bo'lgan vaqti sajdadagi vaqtidir. Shunga sajdada duoni ko'p qilinglar. Buningdan sirt yana boshqa duolarim bor bo'lib, bu duolarni bilmoqchi bo'lsangiz, Qahtonining Husnul Muslim degan kitobiga murojaat qiling. Boshlash duosi va tashahhuddan keyingi duolardan boshqa namozning kalimalaridagi sunnatlarning hammasi har bir rakatda takrorlanadi. Demak, har bir rakatda takrorlangan sunnatlar jami 8 bo'lsa, undaqda 17 rakat farz namozlarning kalimalaridagi sunnatlarning umumiy soni 136 sunnat bo'ladi. Nafil namozlar jami 25 rakat bo'lib, bir kech kunduzda ado qilingan nafil namozlar bo'yicha hisoblaganda 200 sunnat bo'ladi. Bu sunnatlarni tahajjud va tashkil namozlariga tatbiqlaganda ajr mukofoti sunnatlarning tatbiqlanishiga chiqimi ko'paydi. Ammo namoz kalimalari ichida faqat bir qatimni takrorlangan sunnatlar bo'lsa, boshlash duosi, tashahhuddan keyingi duolar. Bu ikki sunnat farz namozlarda jami 10 qatim ado qilinadi. Undan boshqa bir kecha kunduzda ado qilingan nafil namozlarda bu ikki sunnat takrorlanib jami 24 sunnat bo'ladi. Ba'zi kechilik qiyam, chashkah namozi va tahiyyatul masjid namozi qatorliq nafil namozlar sababli faqat bir qatimda takrorlangan bu sunnatlarning tatbiqlanishi ish berib, sunnatga istig'foq sababdan ajr tiqimi ziyoda bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kech kunduzdagi sunnat. Namozning harakatlaridagi sunnatlar. 1. Namozni boshlash takbir bilan tang qo'lni ko'tarish. 2. Ruku qilgan chog'da qo'l ko'tarish.
ya'ni rafiyat qilish. 3. Rukudan beshini ko'targan chog'da qo'l ko'tarish. 4. Ikki tashahhudlik namozlarda namozning 3-rakatiga turganda qo'l ko'tarish. 5. Yuqorida so'zlangan bo'yicha qo'lni ko'targan va tushirganda barmoqlarni juplash. 6. Halqonning ichini qibla qaratgan holatda barmoqlarni so'zish. 7. Barmoqlarni ikki mo'rning barobarida yoki ikki quloqning yumshoqqa ko'tarish. 8. Qiyamda turganda o'ng qo'lini so'l qo'lining yoki so'l beg'ishining ustida qo'yish. 9. Sajda qilingan o'ringa qarash. 10. Qiyamda turganda ikki putning orasini ozg'in echib, ya'ni kelib turish. 11. Qur'on Karimni oldirmay dona-dona ochiq o'qish va oyatlar ustida tafakkur qilgach qiroat qilish. Rukudagi sunnatlar. 1. Rukuda qo'l barmoqlari ochilgan holatda ikki tizini qo'li bilan ching tutish. 2. Rukuda dumbisini tuz qilib so'zilgan holatda ingishish. 3. Namoz o'quvchi beshi bilan dumbisining egizligini barobar qilish. To'g'on qilib olmaslik yoki ustun ko'tarib olmaslik. 4. Ikki bilkini biqini chaplab olmaslik. Sajdadagi sunnatlar. 1. Ikki ustun bilakni biqiniga chaplab olmaslik. 2. Qo'rsqini yo'tsiga chaplab olmaslik. 3. Ikki orqa yotini putining bo'lding go'shidan yiroq qilish. 4. Sajdada ikki tizni juplab olmaslik. 5. Ikki putini tik tutish. 6. İki putining barmoqlarini quchini yerga tirash. 7. Sajda oraliqida ikki puti rus bo'lish. 8. İki qo'lini mo'risining yoki qo'lqining barobariga yerga qo'yish. 9. İki qo'lini echish. 10. Barmoqlarni bir-biriga juplash. 11. Barmoqlarning uchining qiblaga qaratish. 12. İki sajdaning o'rtasida o'ltirish. Buning ikki xil holati bor. 1. Al-ilqa deyilgan bo'lib, bu ikki putini tiklab topin ustida o'ltirish holatidir. 2. Al-iftirash deyilgan bo'lib, bu o'ng putini tiklab so'l putini yeyib o'ltirish holatidir. Birinchi tashahhudda so'l putini yeyib uning ustida o'ltiradi va o'ng putini tiklaydi. Ikkinchi tashahhudda o'ltirishning uch xil holati bor. 1. O'ng put tiklanib, so'l put o'ng pochoqning ostida qo'yilib, yerga so'ngichi bilan o'ltiradi. 2. Birinchisiga o'xshash, lekin o'ng put tiklanmay so'l tarafda qilinadi. 3. O'ng put tiklanib, so'l putni o'ng pochoq bilan o'ng putining oraliqiga kirgizish. İki qo'lning 13. İki qo'lning olqinini yotining ustiga qo'yish. Ya'ni o'ng qo'l olqinini o'ng yotining, so'l qo'l olqinini so'l yotining ustiga barmoqlar jiplangan so'zilgan holatda qo'yish. 14. Tashahhudda boshdan oxirigacha ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish. 15. İki qatim salom berganda o'ng so'lga qarash. 16. Aram elish o'ltirishi. Bu zikr o'qilmaydigan qisqa o'ltirish bo'lib, birinchi va uchinchi rakatning ikkinchi sajdasidan keyin bo'ladi. Yuqorqilar jami 25 sunnat bo'lib, ular har bir rakat takrorlanadi. Farz namozlarninkini hisoblaganda jami 425 sunnat bo'ladi. Bir kecha kunduzda ado qilingan nafil namozlar yuqorida bayon qilingandek 25 rakat bo'lib, bulardagi sunnatlarning umumisi 625 bo'ladi. Har bir rakatda yuqorida qilingan harakat jihatdagi sunnatlar rioya qilganda va bu sunnatlarni tatbiqlag'ili bo'ladi. Uningdan boshqa musulmon kishi chashgoh va tahajjud namozlarini qancha ko'p o'qigan sari bu sunnatlarni shuncha ko'p tatbiqlay oladi. Namozda faqat bir yoki 3 qatim takrorlangan harakat jihatdagi sunnatlar. 1. Namozni boshlash takbirda ikki qo'lni ko'tarish. 2. Ikki tashahhudlik namozning 3-rakatiga turganda ikki qo'lni ko'tarish. 3. Mayli birinchi tashahhud yoki ikkinchi tashahhud bo'lsin, tashahhudning beshidan oxirigacha ko'rsatkich bilan ishorat qilish. 4. İki salomda o'ng so'l tarafga qarash. 5. Aram elish o'ltirishi. Bu mayli farz yoki nafil namozlar bo'lsin, 4 rakatlik namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Boshqa namozlarda 1 qatimla takrorlanadi. 6. So'ngichida o'ltirish. O'ng putini tiklab, so'l putini o'ng pochoqning ostiga kirgizib, yerda so'ngichi bilan o'ltiradi. Bu holat ikki tashahhudlik namozning oxirgi tashahhudida qilinadi. Bu sunnatlar her namazda bir qatim takrorlanadi. Lekin tashahhudda ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish bo'lsa, bomdoddan boshqa ba'liq farz namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Shuningdek, aram elish erib o'ltirishimi 4 rakatlik namozlarda 2 qatim takrorlanadi. Shuning bilan bu sunnatlar jami 34 qatim ado qilingan bo'ladi. Yuqorida bayon qilingan ikkinchi va oxirgi sunnatdan boshqa harakat jihatdagi sunnatlar har qanday nafil namozda takrorlanadi. Shuning bilan bu sunnatlar jami 48 qatim ado qilingan bo'ladi. Ey muborak qarindishim, ajringizning katta, Allohning huzuridagi martabangizning oliy bo'lishi uchun namozingizning kalima va harakat jihatdagi sunnatlar bilan zinatishga tirishing. Farz namozning keyingi sunnatlar. 1. 3 qatim istighfar aytish.
ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Ey Allah, sen tinchlik bağışıqsan. Tinchlik faqat senden buludu. Hürmet ve ululuqning egisisan, mübareksen deyish. İkinci. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima manat ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiçbir şirki yoktur. Padişahlık ve hamdü sanalar onun xastır. O her nerse qadirdir. Ey Allah, sen bergen nersige hiç kim tutkulluk kılanmaydı. Sen bergen nersini hiç kim berelmaydı. Senin aldığında baylağının baylık atqatmaydı deyir. Üçüncü. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul sena'ul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiçbir şirki yoktur. Padişahlık ve cimi emri sanalar onun xastır. O her nersege qadirdir. Allah'ın yardımısız hiçbir işqa güç kuvvetimiz yetmeydi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Biz faqat Allah'a ibadet kılımız. Allah bendeligin azimet ata kılgıçıdır ve merhamet kılgıçıdır. En güzel mediye Allah'a xastır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kafirler yaptırmanı taktırdı mı biz Allah'a halis ibadet kılımız. Deyiş. Müslim Tatlıgan. Dördüncü. Subhanallah. Allah baktır. Elhamdülillah. Cemi emri sana Allah xastır. Allahu Ekber. Allah büyüktür. Bunun her birine 33 katım. Ve la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiç şirki yoktur. Padişahlık ve cemi emri sanalar onun xastır. O her nese qadirdir. Deyiş. Beşinci. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah, seni zikir kılışımga, sana şükür kılışımga ve sana yaxşı kulçılık kılışımga yardım kılgın. Deyiş. Altıncı. Allahümme inni a'udhu bike minel cübni ve a'udhu bike en uradde ila erzelil umri ve a'udhu bike min fitnetid dünya ve a'udhu bike min azabil kabr. Ey Allah, sana sığınıp korkunçaklıktan panah dileymen ve garip geçişten panah dileymen, dünyanın fitnesinden panah dileymen ve kabr azabından panah dileymen deyiş. Yedinci. Rabbi qini azabeke yevme teb'asu tecma'u ibadik. Ey Rabbim, bendilerini kayıttırıldırdıgan günlük azabından min saklığın deyiş. Vera radiyallahu anhu mundaqaydı. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin arkasında durup namaz okusak, salam bergende en avval bizlere karşı için onun on tarafı duruşunu yaxşı görettik. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaqta dua kılgalıqını anlağan idim. Rabbi qini azabeke yevme teb'asu tecma'u ibadik. Ey Rabbim, bendilerini kayıttırıldırdıgan günlük azabından meni saklığın. Müslim rivayet kılan. 8. İhlas, Felak, Nas surelerini okuş. Bamdad ve şanımızdan keyin bu surelerini 3 katım okuludu. 9. Ayetül Kürsi. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hemiştiriktir. Hemen ilah kılıp durgucudur. Diyen ayetini ahirgacha okuş. 10. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekiganidir. Onun hiç kandak şirki yoktur. Padişahlık ve cemi emri sanalar onun xastır. O tirildireleydi ve öldüreleydi. Hem de her nesli qadirdir degan zikrini Bamdad ve şanımızdan keyin 10 qitim okuş. 11. Yuqorqi tasbihlarni qo'l bilan sanash. O'ng qo'l bilan sanaydi degan naqlda ixtilof bo'lsa-mu, boshqa umumiy ma'noda kelgan naqllar o'ng qo'l bilan sanashning durust ekanligiga shohid bo'ladi. 12. Yuqorqi zikrlarni namoz o'qilgan o'rinda deyish, o'rinni o'zgartmaslik. Agar musulmon kishi har bir namozdan keyin bu sunnatlarni ado qilib tursa, taxminan 55 sunnatni tatbiqlagan bo'ladi. Tatbiqlangan sunnatlarning soni Bamdad va Sham namozida texnik ko'payib boradi. Her farz namazlardan keyin bu sunnatlarni tatbiqlashning va ahamiyat berishning foydalari. 1.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir tesbih sadaqa, her bir tekbir sadaqa, her bir hamd sadaqa, her bir tahlil sadaqa deganlik uchun musulmon kishi bir kecha kunduzgi her bir farz namozlardan keyin bu tasbihlarni o'qisa, uningga 500 sadaqaning savobi yoziladi. İmam Navaviy mundaq degan: Tesbih aytgan, tekbir aytgan, hamd aytgan ve tahlil aytgan kishi sadiq qilganning savobiga erishadi. İkinci, Müslüman kişi bir kecha kunduzgi her bir farz namozlardan keyin bu tasbihlarni o'qisa, uningga jannatda 500 tüp daraxt tikiladi. Abu Hurayra radıyallahu anhu kecha tikayotganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uning yonidan o'tib ketib, "Ey Abu Hurayra, men seni buningdan yaxshi bir amalga boshlab qo'yaymi?" dedi. Abu Hurayra radıyallahu anhu "Bo'ladi ey Rasululloh" deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber." Allah barcha noktalardan paktır. Cimi hamd sanalar Allah'a xosdir. Allah'tan başka hiçbir haq ilah yoktur. Allah en büyüktür degan. Her bir sözün beraberinde sana cennette bir daraxt tikiladi dedi. İbn Majah toplagan, Albani sahih degan. Üçüncü, her namazdan keyin Ayatul Kursi'ni okugan ve ona lazım tutgan kişi bilen cennetin arasını fakat ölümle ayırıp durdu. Dördüncü, Sahih Müslim'de nakil kılınğanda kimiki yuqorqi tasbihlarni lazım tutsa, günahları gerçi denizinin köp bolsa mı öçürülüdü. Beşinci, her namazdan keyin yuqorqi tasbihlarni o'qishni davomlashtirgan kishi dunyo va oxiratda umidsiz va xor bo'lmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir farz namazının kendisini ergeçtirip deyilgan tasbihlar var bulup, ularını degüçi herkes yan tatmaydı dep yuqorqi tasbihlarni zikr qilgan. Muslim toplagan. 6. Farz namazlarda sadir bo'lgan kemchilik va yuzuqlarni to'liqlaydi. Erdigen ve keşif sünnetler. 1. Ayatul Kursi. Yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Bir Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Allah hemiş tiriktir. Hemmini idare kılıp turguçudur. Diyen ayetini ahırgaç okuş. Onun faydası kimki Ayatul Kursi'ni ettigende okusa keçki cinden saklandı. Kimki keçti okusa ettigengiçe cinden saklandı. 2. İhlas, Felak ve Nas surelerini okuş. Bunun faydası kimki bu surelerini ettigen ve keçte 3 qatimdan okusa her qandaq narsaga yani yamanlıqqa kifoya qiladi. Abu Davud Tirmizi toplagan, Albani sahih degan. 3. Ettigende asbahna ve asbahal mulku lillah velhamdülillahi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Rabbi es'aluke hayra ma fi hadal yevmi ve hayra ma ba'da ve a'udhu bike min şerri ma fi hadal yevmi ve şerri ma ba'da. Rabbi a'udhu bike minel keseli ve su'il kibir. Rabbi a'udhu bike min azabi fin nar ve azabin fil qabr. Biz taatquzluq ve padişahlık Allah'ımız bulgan aldı taatte. Cimi hamd sanalar Allah'a xosdir. Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. O yekiganedir. Onun hiç şirki yoktur. Padişahlık ve cimi hamd sanalar onunla xosdir. O her narsega qadirdir. Ey Rabbim, senden bu günning ve buningdan keyingi kunlarning yaxshiligini tilayman. Sana sığınıp bu günning ve buningdan keyingi kunlarning yomonligidan panoh tilayman. Ey Rabbim, sana sığınıp o'rinliqdan ve qarilikning yomonligidan panoh tilayman. Ey Rabbim, sana sığınıp do'zax azobidan ve qabr azobidan panoh tilayman. degan duoni o'qish. Kechda asbahna, tamatquzluq degan so'zning o'rniga amsayna, kechqulluq deyiladi. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadal yawm degan so'zning o'rniga Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla deyiladi. 4. Ettigende Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur. Ey Allah, senin kudretin bilen tamatquzluq, senin kudretin bilen kechqulluq, senin kudretin bilen başlaymiz, senin kudretin bilen ölümüz, kıyamet günü senin dergahına qaytımız degan duani o'qish. Kechda Allahumma bika amsayna ve bika asbahna ve bika nahya ve bika namut ve ileykel masir. Ey Allah, senin kudretin bilen kechqulluq, senin kudretin bilen tamatquzluq, senin kudretin bilen yaşaymiz, senin kudretin bilen ölümüz, kıyamet günü senin dergahına uyanımız degan duani o'qish. 5. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaqtani ve ana abduk ve ana ala ahdik ve va'dike mastata'tu ve a'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi tagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Ey Allah, sen benim Rabbimsen, senden başka hiçbir hak ilah yoktur. Sen beni yarattın, ben senin benden, ben sana iman eğitiş ve itaat başlığı ibaret bergen ehdem ve vədemde küçümün yetiş durumen. Sana sığınıp yaman kılmışlarımdan panah tileymen.
Bana ata kılgan nimetlerini itiraf kılıman ve günahlarımı itiraf kılıman. Ey Allah, günahlarımı mağfiret kılgan. Hakikaten günahlarını senden başka hiç kim mağfiret kılamaydı degan duanı okuş. Onun faydası hadiste kimki bu duanı keşti ihlas bilen dese ve şu kişi ölüp kesse cennetke kiradi. Kimki bu duanı taң atqanda ihlas bilen dese ve şu gündüzde ölüp kesse cennetke kiradi deyilgan. 6. Allahümme inni asbahtu uşhiduk ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halqik enneke entallahu la ilahe illa ent vehdeke la şerike lek ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Ey Allah, senin arşını götürüp turğuç feriştelerini, cimi feriştelerini, barlıq mahlukatlarını, şununla bu kılgan alı taң atqızdın ki, sen Allah'tırsan, senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen yekiganıdırsan, senin hiç yerkin yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin benden ve peygamberindir degan duanı 4 qatim okuş. Ebu Davud ve Nesai toplagan. Bunun faydası kimki bu duanı etigen ve keşte 4 qatim dese Allah o kişini dozaqdan azap kıladı. Keşte Allahümme inni emseyt. Ey Allah keş kıldım deyildi. 7. Allahümme ma asbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqike fe minke vahdeke la şerike lek felekel hamdu ve lekeş şükr. Ey Allah, bana yoki bandalaringdan birasiga etdiganda ato qilingan qandaqli bir ne'mat bo'lmasin, u cho'qim seningdandir. Sen yekigandirsan, sening hech yerkin yo'qdir. Jami hamdu sanolar va shukr faqat sanga xosdir. degan duoni atigan va kechda o'qish. Abu Davud va Nasai to'plagan. Bunun faydası, kimki bu duanı ettiganda dese, şu günlük nimetning shukranasini ado qilgan bo'ladi. Kimki bu duanı kechda dese, şu kechilik nimetning shukranasini ado qilgan bo'ladi. 8. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent, Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel faqri ve a'udhu bike min azabil qabri, la ilahe illa ent. Ey Allah, bedenimni salomat qilgan. Ey Allah, xulqimni salomat qilgan. Ey Allah, ko'zimni salomat qilgan. Sendan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Ey Allah, kufrlik, faqirlik va qabr azobidan sana sog'inib panoh tilayman. Sendan boshqa hech bir iloh yo'qdir degan duoni 3 qatim o'qish. 9. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah man kifoyadir. Uningdan boshqa hech bir haq iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim. U buyuk arshning Rabbidir degan duoni 7 qatim o'qish. Abu Davud mavquf söz yoki harakati sahobalarga oid bo'lgan holat to'plagan. Bunun faydasi hadisda kelgandek kimki bu duoni etgan va kechda 7 qatim desa, Allah u kishining dunyo va oxirat iqdamlariga kifoya qiladi. 10. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ey Allah, senindan dünya ve ahirette afu ve selametçilikini tilayman. Ey Allah, dinimde, dünyalıkımda, ailemde ve pulmelimde afu kılışını ve selamet kılışını tilayman. Ey Allah, eyiplerimni yapqın, korkunçlarımni hatırcamlık aylandırıp bergen. Ey Allah, meni oldimdan, keynimdan, o'ng tarafimdan, sol tarafimdan, üst tarafimdan qo'rg'in. Sening ulug'lig'ingga sig'inib, ko'z ko'rinmas balo qazoga uchrashimdan panoh tilayman degan duoni o'qish. 11. Allahümme alimel gaybi ve şehadeti fatiras semavati vel ardi rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ente a'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirkeh. Ve en aqtarife ala nefsi su'en ev ecurrehu ila muslim. Ey yoshurun ve aşkar emmin bilgüçe, osman zamanını yaratqıcı ve her şeyinin Rabbi hem parçayı Allah, guahlık verimen ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Nefsimnin yamanlıqıdın, şeytanның yamanlıqıdın ve onun meni şiiri küçürüp koyuşudun özümge ya ki birer musulmanға faydalı qılıp koyuş, yamanlık qılıp koyuşumdan sana sığınıp bana dilayman degan duanı o'qish. Tirmizi ve Abu Davud toplagan. 12. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
Namını atagan kişiye osmon va zaminda hech bir şey yetkazilmaydigan Allohning nomi bilan boshlayman. Allah hammani anglab va ko'rib turg'uchidir degan duoni 3 qatim o'qish. Bunun foydasi, hadisda kelganidek kimki bu duoni ertagan va kechda 3 qatim o'qisa, uningga hech bir şey yetkazilmaydi. Abu Davud va Tirmiziy to'plagan. 13. Raditu billahi rabban va bil islami dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allah'ның Rabbim, İslam'ның dinim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberim ekanligiga razı buldum. Degan duani 3 qatim o'qish. Bunun faydası, hadis kelganidek kimki bu duani ertagan ve kechda 3 qatim desa, qiyomat kuni u kishini razı qilish Allohning ustiga bo'ladi. 14. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih lana aslih li sha'ni kullah ve la takilni ila nafsi tarafata ayn. Ey abadiy hayat, hammani idora qiluvchi Allah, sening rahmatingga sig'inaman. Mening hamma ishimni yaxshilab bergin va meni ko'zni yumib ochishlik vaqtni o'zimga tashlab qo'ymagin. Degan duoni o'qish. 15. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Biz İslam tabiiyeti, ihlas kelimesi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin dini ve atımız İbrahim aleyhisselam'ның milleti üstüne tanıtıldık. İbrahim aleyhisselam akdinde idi, Müslüman idi ve müşriklerden emes idi. Diyen duanı okuş. İmam Ahmet toplagan. 16. Subhanallahi ve bihamdih. Allah'ını paklab etik kılıman ve medileymen. Bunun faydası, kimki bu duanı ertigen ve keşte 100 qatim dese, kıyamet günü hiç kim onunkiden afzal savab erişelmeydi. Fakat şununla okşaş degen yoki onunla aşırıp degen kişiler onunkidek yoki onunkiden afzalrak savab erişeleydi. Onun yana bir faydası, deniz köpkedek köp günahı bolsumu keçirildi. 17. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yekkiganidir. Onun şeriki yoktur. Padişahlık ve cemi hamdü sana onun xastır. O her nesi kadirdir. Ne ettigende 100 qatim deyiş. Bukhari ve Müslim toplagan. Bunun faydası, kimki onu bir gün 100 qatim dese, 10 qul azat qilganga barabar bo'ladi. Uningga 100 yaxshilik yoziladi. Uningdan 100 yomonlik o'chiriladi. U shu kuni kechgacha u kishi uchun shaytondan qalqon bo'ladi. 18. Estağfurullah ve atubu ileyh. Allah'tan mağfiret dileymen ve onunla tövbe kılman degan zikrni günde 100 qatim o'qish. Bukhari ve Müslim toplagan. 19. Allahümme inni es'aluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala. Ey Allah, ben senden menfaatli ilim, pak rızık ve kubul kılıngan amel sorayman degan zikrni ettigende o'qish. Ibn Majah toplagan. 20. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve medada kelimatih. Allah'ını məxluqlarının sani, özünün rızası, erşinin vezni ve kelimelerinin siyasi miqdarıca, hem de eğitiş bilen bazı noksalardan pak deb etiqat qiliman degan zikrni 3 qatim o'qish. Müslim toplagan. 21. A'udhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Allah Taala'nın noksansız mükemmel sözleri Kur'an'a sığınıp, Allah Taala'nın məxluqlarının yamanlıqdan pənah dileymen degan zikrni kechda 3 qatim o'qish. Müslüman kişi bu zikirlerden birini ise bir sünnetini ada kılgan buludu. Tıkımı köp sünnetini tadbiqlap köprek ecep eriş için etdigen ve keçki zikirlerini özüge tadbiqlaşı lazım buludu. Müslüman kişi bu zikirlerini ihlas, cezmiyet ve rastçılık bilen deyişi, şundakla hayat reallıqıga, ahlakıga ve iş faaliyetlerine tesir gösteriş için bunun ma'nilerini düşünüş lazım. Kişiler bilen uçraşkandaki sünnetler. 1. Salam kılış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İslamda qaysi amal yaxshi deb so'ralganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kambag'allarga taom berish, to'nigan kishilarga salom berish deb javob bergan. Buxoriy va Muslim to'plagan. Bir odam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning oldiga kelib, "Assalomu alaykum" degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uning salom qaytardi. Ondan u odam o'ltirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Un yaxshilik" dedi.
Yana bir kishi kelib, "Assalomu alaykum va rahmatulloh" deganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning salom qaytardi. Ondan u odam o'ltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 20 yaxshilik dedi. Onda yana bir odam kelib, "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh" deganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salom qaytardi. Ondan u odam o'ltirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 30 yaxshilik dedi. Abu Davud to'plagan, Tirmizi hasan degan, Albani sahih degan. Ey qarindishim, Alloh sizni himoya qilsin. Siz o'zingizga 30 yaxshilikni qo'lga keltirishga sabab bo'lgan mukammal salomni qilmasdan, salomning bir qismi bilan kifoyalanib qanchilgan ajrdan qo'rib qoldingiz-a? Bir yaxshilikqa eng oz deganda 10 savob beriladi. Demak, to'liq salom jami 300 savob bo'ladi. Ba'zi bir savob aslinib nurg'un savoblarga ko'payadi. Ey qadrli qarindishim, katta ajrga erishish uchun tilingizni assalom degan so'zdan va barakatuh degan so'zgacha to'liq qo'shib Musulmon kishi bir kecha kunduzda nurg'un qatim salom qiladi. Masalan, masjid, uyga kirib chiqqanda salom qiladi. Ey qarindishim, bir odam biror kishidan ayrilmoqchi bo'lganda mukammal to'liq salom qilib ayrilishni sunnat ekanligini unutib qolmang. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan naql qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlardan biraringlar biror so'ringa borsa salom qilsin. U so'rindan turib ketmoqchi bo'lsa-mu salom qilsin. Avvalgi salom savob jihatdan, keyingi salomdan ortiq emas." Musulmon kishi masjid va uyga kirib chiqqanda salomni lozim tutsa, u salomning umumiy qatim soni 20 qatimdan oz bo'lmaydi. Ba'zida xizmatga mangan, boshqalar bilan yo'lda ko'rishib qolgan va telefonda so'zlashgan vaqtlarni qo'shsak, undan ko'p bo'ladi. Ikkinchi, tabassum qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sen kichkina bir yaxshilikni oddiy ko'rma. Hattoki qarindishingga illiq chiroy bilan uchrashganingmi, tuvan chaqlig'ili bo'lmaydigan yaxshilikdir." Muslim to'plagan. Uchinchi, qo'l elishib ko'rishish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ikki musulmon uchrashganda qo'l elishib salomlashsa, ular ayrilishdan burun gunohlari kechiriladi." Navaviy rahimahulloh bunday degan: "Sen har qatim boshqalar bilan uchrashganda qo'l elishib ko'rishning mustahabligini bilgin. Hurmatli qarindishim, kulimsiragan va tabassum qilgan holatda qo'l elishib turib salomlashga rasman bo'ling. Shu orqali bir vaqtda 3 sunnatni tatbiqlagan bo'lasiz." 4. Alloh taolo bunday deydi: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Bendilerimge aytsin ki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Sura Bani Isroil 53-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Yaxshi so'z qilishning o'zimi bir sadiqa. Yaxshi so'z, zikr, duo, salom, haqliq bo'lgan maqtaj, go'zal adab, axloq va chiroyli ish-harakatlarni o'z ichiga oladi. Yaxshi so'z insonga nisbatan sehrning rolini o'ynaydi. Kishining ko'ngliga rohat bag'ishlaydi, qalbga xotirjamlik ato qiladi. Yaxshi so'z mu'minning qalbiga nur, hidoyat va aql farosatini isbotlaydi. Ey hurmatli qarindishim, atdiyanning kechkichi bo'lgan butun kunlik hayotingizni yaxshi so'zlar bilan o'tkazishni o'ylab vaqtingizmi? Masalan, ayolingiz, bolalaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz, xizmatchilaringiz va ojizingiz sabab muomala qilishgan barliq kishilarga yaxshi so'z qilish orqali hayot kechirishni o'ylashib vaqtingizmi? Tamoq yegan vaqtdagi sunnatlar. Tamoq yeyishdan burunqi va tamoq oldiqdagi sunnatlar. 1. Bismillah deyish. 2. O'ng qo'lda yeyish. 3. O'zining oldidan yeyish. Bu sunnatlar tuvandagi hadisda jamlangan. Ey bola, Bismillah deb o'ng qo'ling bilan o'zingning oldidan yegin. Buxoriy va Muslim to'plagan. 4. Tamoq tushib ketsa tozalab o'tib yeyish. Hadisda bunday kelgan: agar biringlarning qo'lidan tamoq partisi yerga tushib ketsa, terib pokizlagandan keyin yeversin. Muslim to'plagan. 5. 3 barmoq bilan yeyish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tamoqni 3 barmoq bilan yeydi. Muslim to'plagan. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tamoq yegandagi ko'pincha holati bo'lib, tamoqni bunday yeyish bo'lsa, bunday yemaslik o'zgarib bo'lib qolgan vaqtlardan boshqa vaqtlarda afzal. 6. Tamoq yegandagi o'ltirish holatlari. Bir xil holatda yukinib o'ltirish, yana bir holati o'ng putini tiklab, so'l putida o'ltirish bo'lib, Hafiz ibn Hajar Fathul Bari nomli kitobida bu xil o'ltirishni mustahab degan. Tamoqdan keyingi sunnatlar. 1. Tamoq parchasi va barmoqlarini yalab o'tish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tamoqdan keyin barmoqlarni va tamoq parchasini yalab o'tishni buyurdi va barakatning tamoqlarning qaysi ekanligini bilmaysizlar dedi. Muslim to'plagan. 2. Tamoqdan keyin Allohga hamd aytish.
Yemekliklerini yap bolgandan keyin Allohga hamd aytgan bandasidan Alloh haqiqatan rozi bo'ladi. Muslim to'plagan. Elhamdülillahi'llezî at'amani hâzâ ve razaqanihi min gayri havlin minni ve la kuvve. Degan duanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in taamından keyingi dualarından idi. Tercümesi çağrı tedbir ve güç kuvvetsiz mana bu taamını rızık kılıp bergen Allah'a şeksiz hamd sanalır bolsun. Bu duanın faydası onun ilgirki günahları kechirim kılındı. Köpüncü kişilerini bir küçük gündüzde 3 vakit tamak yedi dep qarasak, Müslüman kişi tamak yegenligi sünnetlerini tatbiqlash dairesinden bolsa, ada qıldıgan sünnetler jami 15 sünnet buludu. Bazı 3 vakit tamakның arlıqıda yana başka yengil tamaklarını yegen bolsa, tatbiqlanğan bu sünnetlerin sani texmi köp buludu. İçimlik içken çağıdık sünnetler. Birinci, Bismillah deyiş. İkinci, oğun qolu da içiş. Hadiste mundaq kelgen. Ey bala, Bismillah dep oğun qolun bilen yegen. Buxari ve Müslim toplagan. Üçüncü, içkende kaç sırtıga 3 katın sinip içiş. Yani bir katındıl içip etmey, 3 tınık bilen içiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suni 3 tınıkta içetti. Buxari ve Müslim toplagan. Dördüncü, olturup içiş. Sizlerden hiç kim öğürtürüp su içmesin. Müslim toplagan. Beşinci, içip bolganda elhamdülillah deyiş. Yemekliklerini yap bolgandan keyin Allohga hamd aytgan va ichimliklarni ichib bolgandan keyin Allohga hamd aytgan bandasidan Alloh rozi bo'ladi. Buxoriy va Muslim to'plagan. Musulmon kishi bir narsa ichganda tatbiqlashi lozim bo'lgan sunnatlar 20 dan oz emas. Ba'zida undan ko'p bo'ladi. Bu so'q ichimliklarning hammasini o'lchab oladi. Chunki ba'zi kishilar ichimliklarni ichganda bu sunnatlarning ba'zini tatbiqlashga sal qaratadi. Buningga ogoh bo'lish kerak. Nafil namazlarını öyle ada qilish. Birinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Farz namazdan başqa en afzal namaz uyda o'qiladigan namazdır. İkinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Bir odamning maxfiy o'qigan nafil namozi oshkor o'qigan namozning 25 yasiga barobar. Üçüncü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Bir odamning o'z uyida o'qigan namozining insonlar ko'radigan joyda o'qigan namoziga qaragandagi fazilati bo'lsa, farz namozlarning boshqa namozlarga qaragandagi fazilatiga o'xshaydi. Ebarani toplagan, Albani Hasan degan. Şunlaşqa bu sünnet bir güç gündüzde bir qancha qatim takrorlanadi. Masalan, tariflangan sunnatlarda, shashqa va vitr namozlarida. Musulmon kishi farz namozdan boshqa namozni uyda o'qishi lozim. Tutsa ajri texim katta bo'ladi. Hamda sunnatga ergashgan bo'ladi. Nafil namozlarni uyda ado qilishning foydalari. Birinchi, xushu va ixlosning to'liq bo'lishiga va riyodan yiroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi, uyga rahmatning tushishi va uydan shaytonning chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Uchinchi, farz namozning ajrining masjidlarda aslab ko'payganiga o'xshash, nafil namozning ajrining aslab ko'payishiga sabab bo'ladi. So'rindan tarqalgandek sunnatlar. So'rinda o'tkazilgan xatoliklarga kafarat bo'ladigan mono duoni deyish. Ya'ni subhanaka Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astagfiruka va atubu ilayk. Ey Alloh, men seni paklab e'tiqod qilaman va sana hamd aytaman. Sendan boshqa hech bir haq ilahlikning yo'qligiga guvohlik beraman. Sendan mag'firat tilayman va sana tavba qilaman deyish. Abu Davud, Tirmizi va Nasoiy to'plagan. Albani va Shuayb Arnaut sahih degan. Musulmon kishi bir kecha kunduzda ko'plagan so'rovlarda o'ltirdi. Tövende bularni sizga tafsiliy bayon qilib beramiz. Birinchi, 3 vaqt tomoq yeyish jarayonida ko'pincha birga o'tirgan kishilar bilan paranglashib qolasiz. Ikkinchi, do'stlaringiz yoki qo'lim qo'shnilaringiz ko'rishganda ular bilan o'tirib bo'lsa paranglashib qolasiz. Uchinchi, xizmat doiringizda yoki o'quv o'rinlaringizda saboqdoshlaringiz yoki amahlaringiz bilan o'tirganda ular bilan paranglashasiz. To'rtinchi, ahli bolalaringiz bilan o'tirganda ular bilan paranglashib qolasiz. Beshinchi, yo'lda mashinalik menish jarayonida sizga hamroh bo'lgan ayolingiz yoki do'stingiz bilan paranglashib qolasiz. Oltinchi, dars yoki leksiyaga ishtirok qilganingizda boshqalar bilan paranglashib qolasiz. Ey musulmon qarindishim, nazar qiling, Alloh sizni himoya qilsin. Siz mush zikrni bir kecha kunduzda qancha qatnab desangiz, doim Allohga bog'lanib tura olasiz. Subhanaka Allohumma va bihamdik deganingizda Rabbingizga qancha qatnab hamd sanolar aytib oldingiz. Hamda Rabbingizning ulug'ligiga loyiq bo'lmagan narsalarni Rabbingizni paklab oldingiz. Bir kecha kunduzda astagfiruka va atubu ilayk deganingizda qancha qatnab ashu so'rlarda sizdan sodir bo'lgan gunohlaringizga tavba istiqbol aytib oldingiz.
Siz eşhedü en la ilahe illa ent deginizde qancha qitimlab Alloh subhanahu va taoloning yakkanligi hamda rububiyat, uluhiyat va go'zal ism sifatlarida tangdoshsiz yakkanlikni iqror qildingiz. Shundala bir kecha kunduzgi uzun vaqtingiz Alloh taoloning yakkanligini bilish, Allohni poklash, Allohdan mag'firat talab qilish va sizdan sodir bo'lgan gunohlarga tavba qilishga o'tgan bo'ladi. Bu sunnatni tatbiqlashning foydasi o'ltirgan so'rinni sodir bo'lgan gunoh va xatoliklarga kafforat bo'ladi. Boshdan ilgari sunnatlar. Birinchi, Bismika Allohumma amut va ahya deyish. Ikkinchi, ikki alqonni birlashtirib turib, sura Ixlos, sura Falaq va sura Naslarni o'qib, alqonga yurib, ondan ikki alqon bilan beshiga, yuziga va badanning oldi tarafidan boshlab qo'li yetgan yerga siylash va buni 3 qatim qilish. Uchinchi, Oyatul Kursi, ya'ni Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Bir Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir degan oyatni oxirigacha o'qish. Buxoriy to'plagan. Bu oyatni o'qishning foydasi, kimki bu oyatni o'qisa, Alloh tarafdan bir himoya qiluvchi farishta u kishi bilan hamisha birga bo'ladi. U kishiga shayton yiqilisha olmaydi. 4. Bismika Rabbi wada'tu jambi va bika arfa'uhu va in amsakta nafsi farhamha va in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas solihin. Ey Rabbim, ismingni zikr qilib turib dinimni qo'ydim. Ismingni zikr qilib turib o'rnimdan turaman. Agar jinimni olsang, uningga rahim qilgin. Agar meni oyat qoldirsang, yaxshi bandalaringni qanday himoya qilsang, uning shunday himoya qilgin degan duoni o'qish. Buxoriy va Muslim to'plagan. 5. Allahumma innaka khalaqtu nafsi va anta tawaffaha laka mamatuha va mahyaha in ahyaytaha fahfazha va in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ey Allah, jinimni sen yarattın, sen vafat qildirsan. Uning hayot mamatlığı sening ilkingdir. Agar uni hayot qo'ysang, uni himoya qilgin. Agar vafot qildirsang, uni mag'firat qilgin. Ey Allah, sendan salomatlikni so'rayman degan duoni o'qish. Muslim to'plagan. 6. O'ng qo'lni mangzining ostiga qo'yib, Allohumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ey Allah, sen bandalaringni tirildiradigan kundagi azobdan meni saqlagin degan duoni 3 qatim deyish. Abu Davud Tirmizi to'plagan. 7. Subhanallah ne 33 qatim, Elhamdülillah ne 33 qatim, Allahu akbar ne 34 qatim deyish. 8. Elhamdülillahillazi at'amana ve saqana ve kafana ve afana ve avana ve kem mimmen la kafiye lehu ve mevla mu'viye ve la mu'viye. Cimi hamdü sanalar bizni taamlandırgan, bizni suğargan, ihtiyacımızı qandırgan ve bizge jay bergen Allah xasdır. Nurgun kişiler var ki, ularning ihtiyacını qandırgıçısı ve jay bergisi yoktur degan duanı o'qish. Muslim to'plagan. 9. Allahümme alimel gaybi ve şehade, fatiras semavati vel ard, Rabbi kulli şeyin ve melike, ve eşhedü en la ilahe illa ent, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. İyi yuşurunu aşkar emmin bilgüçe, asman zimini yaratıkçı ve her şeyinin Rabbi, hem parçayı Allah. Guahlık birimen ki, senden başka hiçbir hak ilah yoktur. Nefsinin yamanlıkıdın, şeytanın yamanlıkıdın ve onun beni şirik şirip koyuşudun, özümge ya ki birer Müslümana yamanlık kılıp koyuşumdan sana sığınıp bana sileymen diyen duanı okuş. Abu Davud toplagan. Unin Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve fevveztu emri ileyk ve veccehtu vecihi ileyk ve elce'tu zahri ileyk ve ragbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselt. Ey Allah, özümü sana tapşırdım. İşlerimni sana havale qildim. Sen tarafga yuzlandim. Sening rahmatingga qiziqib, azobingdan qo'rqib sana tayandim. Azobingdan faqat sen tarafga yuzlanganlar nijot topqili bo'ladi. Sening nozil qilgan kitobingga va payg'ambaringga iymon keltirdim degan duoni o'qish. Buxoriy va Muslim to'plagan. 11. Allohumma rabbis samawati sab'i va rabbil arshil azim
ربنا رب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي أن الدين وأغننا من الفقر yetti qat osmonlarning va buyuk arshning Rabbi, bizning va barliq shaylarning Rabbi, don va urug'larni buxlandirg'uchi, Tavrat, Injil va Qur'onni nozil qilg'uchi Allah. Sana sığınıp barliq narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Ularning ko'kolisi sening qo'lingdadir. Ey Allah, sen avvalsan, sendan ilgari hech bir bo'lmagan. Sen oxirsan, sendan keyin hech biri yo'qdir. Sen oshkorisan, ya'ni mavjudlikning dalil faktlar bilan aql egillariga oshkoridir. Seningdek oshkori biri yo'q. Sen mahbiysen, yani seni ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydi. Sening zotingning mohiyatini tunishga aqlga yetolmaydi. Seningdek mahfiy biri yo'q. Bizni qarzdan xalos qilgan, nomratlikdan qutuldirgan degan oyatni o'qish. Muslim to'plagan. 12. Sura Baqaraning Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih vel mu'minun. Peygamber Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlar iymon keltirdi. Den başlap oxirgi ikki oyatni o'qish. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kechida Sura Baqaraning oxirgi ikki oyatini o'qigan kishiga shu kechida u ikki oyat kifoya qiladi." Buxoriy va Muslim to'plagan. Hadisga kifoya qiladi degan so'zning ma'nosi haqida olimlar o'xshagan qarashlarni o'tirib qo'ygan bo'lib, ba'zilar bu ikki oyat u kishining kechilik qiyomiga kifoya qiladi deb qarasa, yana ba'zilar bu ikki oyat u kishiga ba'liq yomonliklardan va yomon ko'riladigan ishlardan kifoya qiladi deb qaragan. İmam Navayi Al-Azkar nomli kitobida bunday deydi: "Men deymanki, har ikkili ma'noni ifodalaydi, zakmi durust bo'ladi." 13. Tahorat bilan yetish. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Uxlash uchun yatmoqchi bo'lganingda namozga tahorat olgandek tahorat olgan." Buxoriy va Muslim to'plagan. 14. O'ng yenini besib yetish. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ondan o'ng tarafingni besib yotsin." Buxoriy va Muslim to'plagan. 15. O'ng qo'lini o'ng mag'zining ostiga qo'yib uxlash. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uxlamoqchi bo'lsa, o'ng qo'lining olqinini mag'zining ostiga qo'yadi. 16. Ko'rpini qiqirtish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar uxlash uchun ko'rpisi kelganda uni qiqirtsin. Chunki u kishi o'zidan keyin bu ko'rpiga nimalarning kelganligini bilmaydi." Buxoriy va Muslim to'plagan. 17. Kafirun surasini o'qish. Uning foydasi shubhasizki Kafirun surasi shirkdan ado-judo bo'lishdir. Abu Davud, Tirmizi va Ahmad to'plagan. Albani sahih degan. Navaviy mundaq deydi: "Har bir kishining mushibotda so'zlangan sunnatlarning hammasini ado qilishi to'liq fazilatli bir ishdir. Agar imkoniyat bo'lmasa, o'zi qodir bo'la olgancha muhimlarni ado qilsin." Odatda ko'plagan kishilar bir kecha kunduzda 2 qatim uxlaydi. Bu vaqtda bu sunnatlarning hammasini yoki ba'zini 2 qatimdan tatbiqlaydi. Chunki bu sunnatlar kechilik uyqular, xos bo'lmasdan balki kunduzlik uyqularni ham o'z ichiga oladi. Demak, bu vaqtdagi hadislar har qanday vaqtga uyquga o'rtaq kelgan. Uxlaganda bu sunnatlarni tatbiqlashning foydalari. 1. Uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan kishiga 100 sadiqaning savobi beriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Har bir tasbih subhanalloh sadiqa, har bir takbir Allohu akbar sadiqa, har bir hamd alhamdulillah sadiqa va har bir tahlil la ilaha illalloh sadiqadir." Muslim to'plagan. Navaviy bunday degan: "Uxlash oldida aytilgan tasbihlarga sadiqaning savobi beriladi." 2. Namozdan keyingi zikrlarning foydalari haqida Ibn Majah to'plagan hadisga asosan, uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan kishiga jannatda 100 tut daraxt tikiladi. 3. Allah u bandini himoya qiladi. Shu kechada shayton u kishidan yiroq bo'ladi hamda barliq yomonlik va ofatlardan salomat bo'ladi. 4. Uxlash oldidagi bu tasbihlarga rioya qilgan banda o'zining har bir kunini Allohni zikr qilish, Allohga itoat qilish, Allohga tavakkul qilish, Allohga yordam so'rash va Allohni yakkagona bilish bilan oxirlashtiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kechadagi sunnat. Har qanday amalda solih niyatni hozirlash. Ey musulmon qarindishim, Alloh sizni himoya qilsin. Siz shug'ullanayotgan uxlash, yeyish-ichish va rizq talab qilishga o'xshash muboh ishlaringizning hammasini o'rinlagan vaqtingizda Allohga yiqilishni niyat qilish sharti bilan shu muboh amallarni ibodatga va Allohga yiqilishtirgan amalga aylantira olasiz.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq degan: "Barliq amallar faqat niyatga bog'liqdir. Har qanday inson faqat niyat qilgan narsaga erishadi." Buxoriy va Muslim to'plagan. Masalan, musulmon kishi kechilik namozga yoki bomdod namoziga uyg'onish uchun baldir uxlasa, u kishining uyqusi ibodat bo'ladi. Qolgan durust ishlarmi shunga o'xshash. Bir vaqtda ko'p ibodatlarni g'animat bilish. Faqat vaqtiga ahamiyat beradigan kishilarla bir vaqtda birdan ko'p ibodat qilish fursatini tanlay oladi. Realligimizda buning turli tatbiqlanishi bor. Birinchi, musulmon kishi piyoda yoki mashinalik masjidga borsa, haqiqatan bu o'z doirasida ibodat hisoblanib, musulmon buning qarta ajriga erishadi. Lekin mushu vaqtdan foydalanib, yana Allohni ko'p zikr qilib olish va Qur'on o'qish imkoniyat topa oladi. Mana bu bir vaqtda ko'p ibodatni g'animat bilganlik bo'ladi. Ikkinchi, musulmon kishi gunoh ishlardan xoli bo'lgan to'y marosimiga borsa, bu marosimga qatnashishi ibodat. Lekin mushu vaqtdan foydalanib, bu marosimda Alloh tarafga da'vat qilishi yoki Allohni ko'p zikr qilishi ham mumkin. Her vaqt Allah'ını zikr qilish. Birinci, Allah'ını zikr qilish Allah'a ibodat qilishning asosi. Chunki u har qanday vaqt va ahvollarda banda bilan yaratishni bog'lab turadi. Ayşe radhiyallohu anha bunday degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har qanday vaqtda Allohni zikr qiladi. Muslim to'plagan. Allohga bog'lanish, hayotlik, Allohga ilinish, ijodlik, Allohga yiqilishish, qutqaznish va rozimanlik, Allohga yiroqlashish, ozg'unlik va ziyankorlikdir. İkinci, Allah'ını zikr qilish müminler bilan munofiqlar orasida fasildir. Demak, munofiqlarning sifati bo'lsa, ular Allohni azg'ini zikr qiladi. Uchinchi, Allohni zikr qilishdan g'aflatda qolgan vaqtda shayton insonni mag'lub qiladi. Allohni zikr qilish insonni shaytonning ilmi-kirdan saqlaydigan mustahkam qo'rg'ondir. İnsanning Allohni zikr qilishni unutib qolishini shayton yaxshi ko'radi. To'rtinchi, zikr raqsoatning yo'li. Alloh taolo bunday deydi: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tavba qilganlar, iymon etganlar bo'lib, ularning dillari Allohning yod etishi bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohning yod etishi bilan aram topadi. Sura 28-oyat. 5. Doim Allohni zikr qilib turish lozim. Chunki jannat ahli dunyoda o'zlarining Allohni zikr qilmay o'tib ketgan vaqtidan boshqa hech qanday bir ishga pushaymon qilmaydi. Chunki jannat ahli dunyoda o'zlarining Allohni zikr qilmay o'tib ketgan vaqtidan boshqa vaqtiga pushaymon qilmaydi. Allohni zikr qilib turish bandini Allohga doim bog'lab turadi. Navaviy mundaq degan: tahoratsiz, junub, hayzlar, nifoslar kishilarning tili va qalbi bilan Allohni zikr qilishning durustligiga olimlar birlashib keldi. Bu zikrlar tasbih, hamda takbir va tahlil aytish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam durud yo'llash va duo qilishdir. Ammo Qur'on tilovat qilish bo'lmaydi. 6. Kimki Rabbi Allah azza va jallani aslasa, Rabbimi uni aslaydi. Alloh taolo bunday deydi: "Fazkuruni azkurukum vashkuruli va la takfurun." Meni taat ibadatidan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarga savob berish bilan mag'firat qilishdan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukirlik qilmanglar. Sura Baqara 152-oyat. Biror podsho o'z so'rinda biror kishining qutluq olib maqtaganligi, u kishining qulqiga yetsa, u intayin xush bo'lib ketgan yerda, undaqda podshohlarning podshohi bo'lgan Alloh taolo u kishining jamoatlarining eng yaxshisini tilga olsa, ahvol qanday bo'ladi? 7. Allohni zikr qilish. Qalb Allohni ulug'lash va itoat qilishning g'afil holatda bir yoki bir qanchilgan so'zlarni aytib qo'yishlar emas. Haqiqatan zikr til bilan bo'ladi. Lekin tilida aytish bilan bir vaqtda so'zlarning ma'nosini ustida fikr qilish va shu so'zdan ta'bir qilish kerak. Alloh taolo bunday deydi: "Fazkur robbaka fi nafsika tadarruan va xifyatan va dunal jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asal va la takun min al-ghafilin." Parvardigoringni yilingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgan, aytganda oqshomda uni past ovoz zikr qilgan, g'ofillardan bo'lmagan. Sura Araf 205-oyat. Zikr qilguvchi o'zi aytayotgan zikrning ma'nosini tushunishi lozim. Shunday bo'lganda qalbning zikri bilan tilning zikri birlashib, inson o'zining Rabbiga oshkora va o'sha holatlarga bog'lana oladi. Allohning ne'matlari ustida tafakkur qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Allohning ne'matlari ustida tafakkur qilinglar. Allah haqida tafakkur qilmanglar. Allohning o'ziga ato qilgan ne'matini his qilish musulmon kishi bir kech kunida bir qancha qatim takrorlaydigan ishlardandir.
Musulmon kishi bir kecha kunduzda nurg'un o'rin va manzillarni ko'rib va anglab turadigan bo'lib, musulmon kishi o'zi manfaatini turayotgan mushu ne'matlarga qarata o'ylanishi, fikr yurgizishi va Allohga hamd aytishi lozim. Birinchi, masjidga borgan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Atrofingizdagilar bu ne'matdan qanday mahrum qoldi? Bo'libmi bomdod namoziga mang'aningizda musulmonlarning uylari qarasangiz, ularning xuddi uyliklardek uxlayotganligini uchratasiz. İkinci, yolda mevcut turli manzillarni ko'rgan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Mana bu chaqda bir mashina hadisi yuz berdi. U mashinadan shaytonning ovozi, ya'ni naqshimizdagi anglab turadi. Uchinchi, ocharchilik, dengiz toshqini, kasallarning tarqalishi, turli hadislar, yer tavrash, jang va surgun qilinishni iborat dunyo xabarlarini o'qigan yoki anglagan vaqtingizda Allohning sizga ato qilgan ne'matini his qildingizmi? Ben aytamanki, haqqa muvaffaq qilingan bandaning qalbi va his-tuyg'ularidan Allohning o'ziga ato qilgan har qanday ko'rinishga ne'matini his qilishi hargiz yo'qolib ketmaydi. Ondan u banda doim din, salomatchilik, kengirchilik va yomonliklardan xotirjam bo'lish, qatorliq o'zi ne'matlayotgan barliq ne'matlarda Allohga hamd aytish, ko'p shukr qilish va Allohni madhiyash ichida bo'ladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: kimki baloga yo'liqqan bir kishini ko'rganda alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih va faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafzila desa, u kishi bu balodan saqlanib qoladi. Tirmizi to'plagan Albani Hasan degan. Her oyda Qur'onni bir qism tamomlash. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Qur'onni oyda bir qism o'tkazgan. Her oyda Qur'on Karimni tamom qilishning yo'li mundaq. Her bir varaq farz namazdan ilgari yoki keyin 2 varaq. Her bir vaqt farz namazdan ilgari yoki keyin 2 varaq, ya'ni 4 bet Qur'on o'qisangiz uchun farz namozga taxminan 10 minut qoldirib keling. Shuning bilan bir kunda jami 10 varaq, ya'ni 20 bet, ya'ni to'liq bir pora o'qiysiz-da, shu orqali Qur'on Karimni har oyda bir qatim nihoyat oson tamom qila olasiz. Xotima. Yuqoriqilar ado qilish to'lim oson bo'lgan kundalik sunnatlarning uzoqlanmashidir. Allah subhanahu va taoladan bizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati ustida yashashni va shu sunnat ustida vafot topishni so'raymiz. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.